Bir inson sartaroshxonaga keldi. Soch soqolini kaltalatish vaqtida mijoz va sartarosh Alloh borasida suhbatlasha boshlashdi. Sartarosh nima desangiz deng, lekin men Allohning borligiga ishonmayman dedi. Nega so'radi mijoz. Allohning yo'qligiga ishonch hosil qilish uchun ko'chaga chiqishning o'zi kifoya. O'zingiz aytingchi, agar Alloh bor bo'lsa, nega shuncha insonlar majruh va muhtoj? Nega yetim bolalar ko'p? Agar u mavjud bo'lganida shuncha g'am qayg'ular bo'lmasdi. Alloh shuncha bandalarni sevsa, nega ularning bunday ahvolga tushib qolishiga jim turibdi? Mijoz biroz o'ylanib qoldi. Sartarosh o'z ishini yakunlagach, mijoz sekin o'rnidan turib, kostyumini kiyish uchun ilgich tomon yurdi. Shu payt tashqarida soch soqoli o'sib ketgan qarovsiz insonga ko'zi tushdi. Sartaroshning yoniga chaqirib, qo'lini bigiz qilib, haligi insonga ishora qilib, sartaroshlar ham mavjud emas dedi va sekin salondan chiqib ketdi. Ortidan sartarosh taajjub ila chiqib, qanaqasiga? Axir sizga men xizmat ko'rsatmadimmi? Men sartarosh emasmanmi unda dedi. Yo'q. Sartaroshlar mavjud emas. Bo'lmasa yer yuzida shu odamga o'xshagan, soch soqoli o'sib ketgan insonlar ko'p bo'lmasdi. Bunda sartaroshning nima aloqasi bor? Axir ularni o'zlari menga kelmaydi-ku. Shunda mijoz, hamma gap ham shunda, do'stim. Alloh mavjud. Shunchaki odamlar unga bormaydi. Shu sababli ham yer yuzi jabrdiyda va mazlumlarga to'lgan deb javob beribdi o'sha inson.